Bugun 22 dekabr bütün Sharq Turkiston xalqiga bo'libmi, menga oilamga, do'st yorellarga, yaqin tuqqanlarga ig'ir kulfat kelgan bir kun. Buningdan 2 yil avval, ya'ni 2016 yili 22 dekabr payshanba mening dadam va ustozim, shundaqla Sharq Turkiston xalqining ro'yi ustozi marhum ustoz Abdulhakimxon Maqsum hojim tuyuqsiz qalbi to'xtab qilish sababli Allohning irodasi va amri bilan olamdan o'tgan kun. Sharq Turkiston musulmonlari ig'ir qayg'u va alamga patgan kun. Shundaqla Sharq Turkiston xalqining cho'ng kichik hammasining qalbi azob bilan to'lgan kun. Oradan 2 yil o'tgan bo'lsa-mu, ismi teqich so'rinlardan yo'qolmagan olim o'limalarimiz, ziyoli tadqiqotchilarimiz hozirmi marhumning ismi tilga ilinsa, alohida hurmat bilan ta'rifini qildi. Bu Allohning marhumga ato qilgan in'omlarining jumlasidan bo'lsa kerak. Allah merhumning yatqan yerini cennet bağçılarından bir bağçı kılsın. Amin. Amerika Uyghur Birleşmesining raisi Dilshod Hasan Efendi buningdan bir ay ilgari Uyghur Abdunum rayonlik Partikom siyosiy qonun komitetining muavin sekretari Dilshod Baudunning vazifasidan qoldirilganligi va tekshirilayotganligi haqida uchur yetkazgan edi. Tünügün Dilshod Hasan yana o'ziga ishonchli manbalarga asosan Shirzod Baudun ustidagi tekshirishning xulosasi chiqqanligi va tekshirish natijasida uning 200limichilik bilan ayblanib tutqun qilinganligini ma'lum qildi. Baydo uchur ambarda tonishtirilishicha, Shirzod Baudun 30 yildan buyon asosan siyosiy qonun sohasida xizmat qilgan. Bu yil 52 yoshga kirgan Shirzod Baudun 1988-yili G'arbiy Shimol siyosiy qonun institutini bitirib, Abdunum rayonlik saqchi maktabida o'qituvchilik bilan xizmat hayotini boshlagan. U 1989-yildan 2011-yilga qadar Xotan viloyatlik jamoat xavfsizlik boshqarmasi siyosiy bo'lim boshlig'i, Qarqash noyalik jamoat xavfsizlik idorasining boshlig'i, Xotan viloyatlik jamoat xavfsizlik idorasining davlat amonlik bo'limi boshlig'i, Qarqash noyisida hokim va partikom sekretari qatorliq vazifalarni o'tagan. Jakarta Pochta gazetining xabar qilishicha, Indoneziya Tashqi ishlar ministrligi Xitoy bosh elchisi Shauchanni dushanba kuni chaqirib, uningdan Uyg'urlarning vaziyatini so'rashdi qilgan. Indoneziya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Armanta Nasir chorshanba kuni muxbirlarga qilgan so'zda o'zlarining Xitoy elchisiga diniy e'tiqod erkinligining xalqaro kishilik huquq qonunlarida bekitilgan bir huquqligini barliq davlatlarning uningga hurmat qilish va kafolatga ega qilish majburiyatining borligini eskartganligini bildirgan. Yaqinqi bir necha kundan buyon Indoneziyadagi zo'r ta'sir kuchga ega diniy guruhlar bayonot e'lon qilib, Indoneziya hukumatini Uyg'urlar masalasini surishti qilishga chaqirgan edi. Bugun Indoneziyadagi Muhammadiya nomli bir mustaqil bir organ bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Islom hamkorlik tashkilotlarini harakatga o'tishga chaqirgan. Shundaqla tashkilotlarning Uyg'ur eliga kerak insoniy yordamlarni ta'minlash uchun har vaqt tayyor ekanligini bildirgan. Xitoyning Jakartadagi elchilarimi payshanba kuni bayonot e'lon qilib, o'zlarining Uyg'ur rayonidagi siyosatlarini oqlagan, shundaqla Indoneziya xalqining u yerdagi vaziyatni haqiqiy tushunishning muhimligini bildirgan. Muslim yang beriman, beramal soleh dan bersatu. Kepada muslim yang tidak beriman, tidak beramal soleh dan tidak bersatu. Bersatulah kita untuk melawan kezaliman. Amerikadagi diniy organlar Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi siyosatlariga qarshi andishlarini bayon qilmoqda. 17 dekabr kuni Amerikadagi Xristian rahbarlar majlisining raisi, Xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Jonni Mor, shundaqla natsistlar lagerlaridan qutulib chiqqan bir Yahudi faoliyatchisi tarafidan 1918-yil qurilgan cho'ng tashkilotlardan Simon Wiesenthal markazi, dunyoviy ijtimoiy harakat bo'limining muavin mudiri Rabbi Abraham Kopper birlikda Xitoy prezidentiga ochiq xat yozib, uni Xitoydagi musulmonlar va xristianlar qaratgan ziyonkashliklarni to'xtatishga chaqirgan. Xabar haftaligi gazetida e'lon qilingan mazkur ochiq xatda ular Uyg'ur elida yo'l qo'yilayotgan qayta tarbiyalash lagerlarini tilga olib, Xitoy hukumatini uning oqibati haqida ogohlantirgan. Ular yana mundaq degan:
Haqiqiy bir ma'naviy madaniyat barpo qilish faqatli beyish, ilg'or fan texnikaga ega bo'lish va yoki qudratli bo'lish bilan ishga oshmaydi. Agar bir davlatda dinga ishonguvchi ammo besimga uchraydi ekan, u holda u davlat mayli cho'ng bo'lishi yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar, uning o'zini qudratli yoki bir boshlamchi davlat deb atash salohiyati yo'q. Ular maktubda askartib Xitoy qachon o'z davlatida farqlarga, ko'p xillikqa ochiq bo'lgandilar, ondan dunyodagi yetakchi davlat bo'la oladi degan, hamda Shi Jinpingni fuqarolarning diniy huquqlariga hurmat qilishga chaqirgan. Bugun Sarikamishdagi Osmanlı imperatorluğu bilan Rossiya imperatorluğu urushining 104 yilligi. 1914 yili 19 dekabrda Rus imperatorluğu besib olgan ba'zi joylarni qaytarib olish uchun Anvar Pasha Sarikamish harakati planini bosh shtabga sungan. Azab va ko'priklarni olgan Osmanlı imperiyasi Sarikamishni elish uchun atlangan. U oraliqda taq qilin qarig'ib, qattiq so'g'uq bo'lib, urushda va so'g'uqda 90 ming askar shahid bo'lish bilan oxirlashgan. Bu urush to'liq azobli bir harakat bo'lgan. Biz bu tez pikmas shahidlarning ro'yiga duo qilish bilan yod etamiz.